Amerika Qo'shma Shtatlari Tashqi ishlar ministrligi ommaviy taratquv hisobida bayonot e'lon qilib, Xitoyning Uyg'urlar va Hongkongliklarga qarshi elib berayotgan kishilik huquq tajovuzchiligini aybladi. Ministerlikning rasmiy Twitter hisobida e'lon qilingan bir videoda Uyg'urlarning lagerlarga qamalganligi va qiyin qistoqqa uchrayotganligi doir dokladlar ta'kidlandi. Videoda yana Birlashgan Davlatlar Tashkilotida 23 davlatning Xitoyning kishilik huquqiga hurmat qilishga chaqirganligi tilga olindi. Filmda Tashqi ishlar ministrligi Mike Pompeoning 30 dekabrdagi nutqidagi so'zlariga o'rin berildi. Pompeo Xitoy hukumatı o'z fuqarosi bo'lgan Xitoy xalqining asosli kishilik huquqlarini dafsanda qilmoqda degan va bu ahvolning Hong Kong va Sharq Turkistonda texmo aniq ko'rilganligini ta'kidlagan edi. Xitoyning Hong Kong alayda ma'mur rayonida dushanba kunidan payshanba kunigacha jami 249 kishining qo'lga ilinganligi bildirildi. Yerlik taratqularning xabar qilishicha, Hong Kong soqchilari 13 yoshdan 61 yoshgacha bo'lgan va orasida 74 ayol bo'lgan jami 249 kishini atalmish qonunsiz namoyish qilish, soqchilarga hujum qilish, maska qonuniga xiloflik qilish degandek sabablar bilan qo'lga olganligini bildirgan. Xitoy Sharq Turkistonda musulmonlarga qarshi qo'llangan 100 dona sistemasini Bishkek ko'chalarida haqsiz o'rnatdi. 60 kamera va 20 kishidan tuzilgan 100 dona sistemasi bilan Bishkek ko'chalaridagi kishilar nazorat qilinishga boshlandi. 100 dona sistemasiga ega bo'lgan silliq kuzatish kameralari tunji qatim Qirg'iziston poytaxti Bishkekda kishilarni nazorat qilishga boshladi. Lekin sonliq ma'lumotlarning nada saqlanganligi va kimlarning erisha oladiganligi haqida uchirib berilmadi. Rossiya Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Mariya Zaxarova NATOning Ukraina masalasi haqida buzg'unchi harakatlarda bo'lganligini ta'kidlab, Kiyevga qaratilgan NATOga qo'shilish chaqiriqlari davlatning bo'linishini tizgilatadi dedi. NATO bosh kotibi Stoltenbergning bir kun burun Ukrainani ziyorat qilganligini tilga olgan Zaxarova NATO doiralarining Rossiyaga qarshi asossiz ayblashlarda bo'lganligini aytdi. İran Tashqi ishlar ministrligi Muhammad Javdat Zarif Amerikaning Ironga qarshi eng chong besim siyosatining mag'lub bo'lganligini aytdi va Washingtonga yadro kelishimiga qaytish chaqiriq qilindi. U bayonotida Amerika oldingi kuni e'lon qilgan Iron qurilish sohasiga qartilgan yangi embargolarga norozilik bildirdi. U Amerikaning embargolarini iqtisodiy terrorlik deb atadi va bu embargoning Amerikaning mag'lubiyatini o'tirg'a qo'yganligini ta'kidladi.